Bilasizmi do'stlar, nega biz tilni 3 oy, 6 oyda emas, ya'ni 1 yil, 2 yilda o'rganamiz. Chunki biz millionlab aralashib ketgan axborotlar ichida til o'rgangan bo'lamiz. Ya'ni qarang, miya o'zi bu yangi tilni o'rganish yangi operatsion tizim hisoblanadi miya uchun. Shunda siz o'sha kundalik millionta ishlaringiz orasida tilni o'rganishni ham davom ettirasiz. Lekin bunda siz hech qanaqasiga yutmaysiz, faqat yutqazasiz. Chunki siz shuncha ishlar ichida til o'rganyapsiz-da, to'g'rimi? Vaqtingiz ketyapti, energiyangiz ketyapti. Lekin til o'rganishda miyani ortiqcha narsalardan xalos qilish kerak. Ya'ni o'zingiz bir o'ylab ko'ring. Sizni katta vazifangiz bor, qiladigan ishingiz, lekin siz millionta ishlar ichida unga ozgina vaqt ajratib qilyapsiz. Lekin bu hech qanaqangi natija bermaydi. Chunki siz kuniga 15-20 daqiqa qilgan darsingiz u qachon o'z natijasini beradi? Bu kam deb hisoblayman. Chunki bu 15-20 daqiqa hech qanaqangi ta'siri yo'q u darajada. Chunki siz u qilayotgan darsingiz boshqa ishlar bilan aralashib ketadi. Mana shuni hisobiga siz faqatgina o'zingizni ozgina vaqtga o'sha tilda band qilib, men til o'rganyapman deb o'ylaysiz. Yo'q, bu qachonlardir natijasini beradi, lekin yaqin orada emas. Chunki siz ham o'zingizni qiynaysiz, ham o'sha miyani, til o'rganish tizimini birozga umuman yopib qo'yasiz-da. Uni foydasi yo'q. Shuning uchun miyani energiyasini tejash kerak. Faqatgina sizda bitta maqsad bo'lishi kerak. O'sha maqsad yo'lida harakat qilishingiz kerak. Ya'ni, misol uchun siz til o'rganishingiz kerak, to'g'rimi? Til o'rganish qanday bo'ladi, bilasizmi? Siz masalan, imtihon uchun, IELTS uchun tayyorlanyapsizmi yoki o'sha turistlar bilan gaplashish uchun? Agar turistlar bilan gaplashish uchun bo'ladigan bo'lsa, uni turgan, yurgan holatda o'rganing. Hech qachon miya o'tirgan holatda o'rgangan narsani kamdan kam qiynalib, mana shu turgan hayajonli, o'sha chet ellikni ko'rgan vaqtingizda ishlata oladi. Chunki uni o'tirib bir maromda yodlagan. O'sha narsani keyin bu holatda u qiynaladi. Chunki tana xotirasi uni o'tirgan holatda eslab qolgan. Chunki agar yurgan holatda mana shunaqangi eslab qoladigan bo'lsangiz, tana xotirasiga yozadigan bo'lsangiz, mana shundagina siz miyaga ishni ancha osonlashtirib bergan bo'lasiz va til o'rganish yanada oson bo'ladi siz uchun. Keyingi aytadiganim, agar o'sha nasib yaxshi til o'rganib olganingizdan so'ng, keyin baribir IELTSga tayyorlanishingiz kerak, imtihonga. O'shandagina o'tirib testlarni bajarsangiz bo'ladi. Chunki u miya o'tirgan holatda o'sha siz imtihonda ham o'tirasiz-ku, mana shu holatni chiqarib bera oladi va shu holatda o'zini xotirasiga yozadi. Keyin bu ham bir metod hisoblanadi. Bunga ham amal qilish kerak deb o'ylayman. Keyin ham mana shu til o'rganayotganda turib, yurib gapirasiz, to'g'rimi? Mana shu holatda miya ko'rgan narsasini analiz qilishga harakat qiladi. Ya'ni siz to'g'ri gapirayotgan, tilingizda gapirayotgan yoki biroz o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin gapirayotgan narsangiz haqida. Lekin miya ko'rganini ko'proq analiz qiladi. Chunki miyani nechadir bir 75% mana shu ko'z orqali kiradi. Axborotni ko'z orqali qabul qiladi. Siz bunda faqatgina iltimos boshqa kanallarni yopib qo'yishingizni iltimos qilardim. Ya'ni ko'zni bog'lang yoki yuming ko'zingizni. Ko'zingizni yuming, keyin qulog'ingizni ham yoping. Tushunyapsizmi? Mana shu ikkita kanal orqali kiradigan ma'lumot miya keyin o'sha tinch xonaga o'xshab qoladi va hozirgi sizni aytadigan gapingizga bor e'tiborini qaratadi. Chunki u o'zini shovqin holatida doim ushlab turadi. Lekin agar siz mana shunaqangi aytganimni bajarsangiz, ya'ni qulog'ingizni yopib qo'ysangiz, shovqin kirmasa, ko'zingizni yumsangiz, hech narsani ko'rmasdan mana shunaqangi
yurgan turgan holatda gapirsangiz miya bor e'tiborini mana shu siz gapirayotgan gaplarga qaratadi va uni tana xotirasiga ham yuboradi. Bunda siz bemalol oson eslab qola olasiz tilni va umuman qiynalmaysiz. 5-6 даже 10 barobar osonlashadi til o'rganishingiz. Mana shu metodni ham bir qo'llab ko'ring. Keyin nasib aytasiz, kommentariyada yozasiz javobini. Keyin mana shu metodim. Keyin yana bitta metodim bor. Buni o'zim kashf qilganman, lekin hali ilmiy nimalarda chop etilmagan. Internetdan ham izlab ko'rdim. Mana aynan shuni o'zidan yo'q ekan, lekin boshqacha o'xshashlari bo'lishi mumkin, sal boshqacharoqlar. Aynan men kashf qilgan narsani bermaydi. Ya'ni buni aytayapman, iltimos amal qiling. Ya'ni aks sado usuli. Misol uchun siz yangi so'zni yodlashingiz kerak, to'g'rimi? O'sha yodlashingiz kerak bo'lganda o'sha so'zni aytasiz va ich-ichingizda miyangiz qaytarish kerak. Siz misol uchun bitta so'zni 100 martalab qaytarsangiz, bu miya uchun shunchaki shovqin bo'lib qoladi, shovqin hisoblanadi. U bitta narsani qayta-qayta bir lahzada qayta nima qilganingizdan keyin u o'ziga kiritmaydi. Faqatgina unga shovqin bo'lib qoladi, lekin siz miyaga uni qaytarishni buyursangiz, misol uchun apple desangiz, apple. Bu holat miyani ichida takrorlanishi kerak. Siz bir marta tilingiz bilan ayting, 2-3 marta miya o'z ichida, ya'ni nimasida o'zi aytishi kerak. Mana shundagina til miyaga moslashadi, ya'ni miya xotirasida ham qoladi. Eslab qola olasiz. Ana shu holatni ham osonlashtirib beradi. Keyin siz faqatgina o'tirib olib umuman lug'at yodlamang, do'stim. Bilasizmi, bu shunchaki vaqtni havoga sovurib yuborish hisoblanadi. Havoga sovurib yuborish, tushunyapsizmi? Miyani qiynash va yana bir usuli. Chunki miya hech qachon birdaniga yodlay olmaydi. Unga yodlatishning ikkita uslubi bor. Hozircha buni bilaman, ikkita uslubini bilaman. Keyinchalik yana aytaman. Birinchidan, miya uyquda qayta ishlaydi o'sha o'rgangan so'zlaringizni. O'sha o'rgangan so'zlaringiz biroz dam olishingiz kerak yoki tunda uxlashdan oldin biroz qaytarsangiz, 1-2 marta takrorlasangiz, miya o'sha ma'lumotni kechasi qayta ishlab chiqadi va sizni yodingizda qoladi ertalab. Agar ertalab ham yana bir takrorlasangiz, u endi 7 kungacha miyada turadi degani. Ikkinchisi keyingi videoda.